Endi shunda yuvdiki, 3 marta yuvdimmi, 2 marta yuvdimmi degan fikr bo'lib qolsa, shu 3 marta yuvganlikni fikrini olib to'xtatsin. 2 marta bo'lsa bo'lsinki, 4 marta bo'lmasin. Chunki 4 marta yuvishlik bid'at. Shuning uchun tajovuzdan shunchalik saqlanishlikka fuqarolar shu masalalarni chiqarganlarki, ular shu islom ruhi asosida shu tajovuzdan man qilganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deb shu narsani nima qilingan. Alloh subhanahu va taolo halol qilgan toyyibotlarni harom qilishlik. Bu ham tajovuz. Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallohu lakum oyatidan keyin va la ta'tadu. Innalloha la yuhibbul mu'tadin. Alloh halol qilgan toyyibotlarni harom qilmaylar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam toyyibotlarni bizni dinimizda toyyibotlarni halol qilgan din yo'q, birodarlar. Nasoralarning dini. Ular tarki dunyo qilib butun dunyodan voz kechib, yaxshi shirin taomlarni yemaslik bilan katta darajat hosil qiladi deb tushuntiriladi. Hattoki mana tarixda nasoralarning uzoq va yaqin tarixida maxsus bir ularning peshvolarini 10 yil yuvinmaganliklari zikr qilinadi. Xudoga qurbat hosil qilaman deb 10 yil yuvinmagan. Ularning yo'l olib kelgan, o'zlarining ixtiro qilgan yo'llarida buni Iso alayhisalom bunday din olib kelgan emaslar. U kishi Alloh subhanahu va taolo tarafidan islomni olib kelgan. Qanchalik yuvinmasa, qanchalik nopok bo'lib, qanchalik ovqatlardan o'zini shirin ovqatlardan bosh tortgan sari shunchalik qurbat hosil qiladi deb tushuntiriladi. Alloh subhanahu va taolo mana bu yerda Alloh sizlarga halol qilgan toyyibotlarni harom qilmanglar, haddinglardan oshmanglar. Alloh haddidan oshgan kishilarni suymaydi deyapti. Innahu la yuhibbul musrifin. Isrof qiluvchilarni Alloh yaxshi ko'rmaydi. Alloh yomon ko'rgan sifatlardan bittasi isrofdir, birodarlar. Ya bani Adam, xudu zinatakum inda kulli masjid va kulu washrabu va la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Yeyishga, ichishga Alloh subhanahu va taolo buyurdi. Lekin isrof qilishlikdan qaytardi shun bilan birga. Va isrof kalimasini Qur'oniy istilohda ifsod kalimasi bilan barobarlashtirdi. Estaizu billah va la tuti'u amral musrifin alladhina yufsiduna fil ardi va la yuslihun. Ta'kidni qarang, isrof qilgan odamdan fasoddan boshqa narsa sodir bo'lmaydi. Va la yuslihun, isloh undan sodir bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda isrof kalimasini tabzir ma'nosi bilan ham ifodaladi. Va isrof qiluvchilarning shaytonning birodarlari dedi. Va atizal qurba haqqahu wal miskina va ibn as-sabil. Va la tubazzir tabzira. Innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin va kana ash-shaytanu li rabbih kafura. Yaqin qarindoshlarga haqqini o'ting, miskinlarning haqqini o'ting, musofirlarning haqqini o'ting, isrof qilmang dedi. Hatto haqni o'tayotgan o'rinda ham isrof qilishlikdan man qildi. Hattoki islom o'zidagi bor narsani berishlikni ham isrof dedi. O'zidagi bor narsani Rasulini huzuriga olib kelgan, hamma bor imkoniyatini olib kelgan narsani ham isrof dedi. Lekin ma'lum bir o'rinlardan boshqa narsa o'rinda. Abu Dawud Jabir radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldlarida o'tirgan edik. Izja'a rajulun bimislil baydati min zahab. Bir tuxumcha bo'lgan tilloni olib keldi. Bir kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning huzurlarida o'tirgan edik. Shunda ya Rasululloh, asabtu hada min ma'dinin fakhudha fa hiya sadaqatun ma amliku ghayraha. Fa'arada anhu. Thumma qala mithla zalika min qibali yaminihi fa'arada anhu. ثم من يساره فأعرض عنه ثم من خلفه فأخذها صلى الله عليه وسلم فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته وقال يأتي أحدكم بجميع ما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. يا رسول الله ممن شعرت kelgan narsa bir tondan topdim. Buni oling sadaqa, bundan boshqa narsam yo'q meni, bor topganim shu deb
berdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bosh tortdilar, yuz o'girdilar. O'ng taraflardan kelib ham shuni aytdi, chap taraflardan kelib ham shuni aytdi, hammasidan bosh tortdi, yuzlarini o'girib oldilar. Orqa taraflardan kelib ham shunday buni oling, bundan boshqa narsam yo'q, bor narsam shu deb berdi. Ancha jarohatlab qo'yadigan darajada g'azab bilan otdilar. Va aytdilarki, sizlarning bittalaringlar bor narsasini olib keladi-da, bu sadaqa deydi-da, kelgan odamlardan muhtoj bo'lib, yana bir narsa so'rab o'tiradi, hech narsasi qolmagandan keyin dedilar. Hattoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana bu o'rinda isrofni, o'zini bor narsasini ham berishligini isrof dedilar. Chunki bu biz bu yerda buni tushunishligimiz uchun bir kishi hamma bor narsasini berib ko'rish kerak. Berib ko'rgandan keyin o'zida muhtojlik bo'ladi-da, uni ko'tara olmaydi. Ko'tara olmaydi-da, uni birovdan bir narsa so'rashlikka muhtoj bo'lib qoladi. U muhtojlikdan ko'ra bor narsasining ozroq qismini berib, muhtojligini bildirmagan afzal edi. Biror bir kishi e'tiroz bildirib qolishligi mumkinki, Abu Bakr radhiyallohu anhu Tabuk g'azotida hamma narsalarni olib keldilar u deb e'tiroz bildirishligi mumkin. Abu Bakr radhiyallohu anhu Tabuk g'azotida olib keldilar. Agar Abu Bakr radhiyallohu anhu ning iymonini yer ahlining iymoniga taqqoslansa, Abu Bakrning iymoni baland keladi deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. U kishi bersalar ham birodan keyin muhtojliklarni bildirib so'raydigan kishi emas edilar. Shunday javob bersak to'g'ri bo'lsa kerak, vallohu a'lam. Innalloha la yuhibbu kulla muxtalin fakhur. Faxrlanuvchi mutakabbirni Alloh suymaydi. Bu oyatni avvalida "Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula." Shu oyat ham zikr qilinadi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo faxrlanuvchi mutakabbirni yaxshi ko'rmasligini bayon qilyapti. Innalloha la yuhibbu kulla muxtalin fakhur mana sura Luqmonda ham keladi. Va ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi hauna. Ya'ni yuqorida yurganingda kerilib yurmagan degan oyat zikr qilingan. Ya'ni bir o'zida mutakabbirlik belgisini ko'rsatmasdan yurishlikka harakat qilmoqlik kerak. Rahman taoloning bandalari yerda ohista yurishadi deb Alloh subhanahu va taolo maqtayapti. Mol dunyo, hayoti dunyoni Alloh subhanahu va taolo o'yin, kulgi, zinat ekanligini bayon qilib, o'rtalarda faxrlanishlikka sabab bo'ladigan narsalar ekanligini bayon qilib, Alloh subhanahu va taolo bunday faxrlanuvchi, shunday sifatli kishilarni yaxshi ko'rmaydi degan bayon qilyapti. Imom Tirmiziyda bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Abu Hurayra rivoyati asosida keltirganlarki, la yantahiyanna aqwamun yaftakhiruna bi abaihim alladhina matu innama hum fahmu jahannam aw la yakununna ahwana ala Allah min al-ju'al alladhi yudahdihuhu al-khur'u bi anfihi إن الله تعالى قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء